Ayol 5 kuchning egasi. Mehr, aql, matonat, ma'naviyat va kelajak. Men esa mana shu 5 kuch bilan har kuni yangi bir olamni yoritib boraman. Azal yaratganda Xudo shirin so'zga joni fido. Ayoldir u, ayoldir u. Orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo. Ayoldir u. Biz qilayotgan har bir ish bir bolaning ishonchi, bir oilaning tayanchi, bir jamiyatning ertangi kunidir. Yillar davomida men o'quvchi, o'qituvchi va ota-onalar bilan birgalikda o'zgarishlar yaratdim. Maqsadim bitta edi: maktabni ruhiy, madaniy va ma'rifiy markazga aylantirish. Ayol ayolga kuch beradi. Bir ayolning qo'lidagi nur boshqa ayolning yo'lini yoritadi. Men har bir ayolning qo'lidan tutib, uni o'z kuchiga ishontirishni eng yuksak vazifa deb bilaman. Ayol aziz, muqaddasdir, olam ichra olamdir siz. Onam, qizim, jonim, opam, yorimdir siz, yo singlimsiz. Ayol aziz, muqaddas ayol. O'zgarishlar birdan bo'lmaydi, ammo ayol qo'l urgan joyda hayot yangilanadi. Men maktabni zamonaviylashtirdim, bolalarga ishonch berdim, o'qituvchilarni ruhlantirdim. Yetakchilik bu hukmronlik emas, bu yurak bilan boshqarishdir. Men har bir bolaga birinchi navbatda ishonch beraman, chunki ishonch kelajakning birinchi qadami. Men zamonaviy o'zbek ayoliman. Mehr bilan yo'naltiraman, ma'rifat bilan yuksaltiraman, matonat bilan himoya qilaman. Har bir qalbda nur uyg'otish mening eng katta baxtim va sharafim. Zamonaviy o'zbek ayoli jamiyatning qalbi. Ayoldir u, ayoldir u.